Assalomu alaykum aka-ukalar, odiy qodotli obunachilari. Hammalarni sog' salomatmisizlar? Mana sizlarga cho'tkilardan topib qo'ydim cho'jalarni. Dashdan keldi cho'jalarimiz ikkinchi partiya. Уже ikki partiya keldi. Katta kichik ikki xil xolozli bolalar keldi. Ikkita partiyamiz birdaniga keldi. Mana ikkitasini shunday ham sotib oldik. Sotilgandan qolganlari mana. Ularni birovga tashlaganimiz yo'q. Joning sog' bo'linglar. Bardo'z ishqiboziga 4 kilo 200 o'ynaydigan. Qo'rg'on. Mana. Narxi 1,5 million so'm, ozgina kami bor. Qiziqqanlar aloqaga chiqib olasizlar. To'xtab turing. Mana ukalar, keyingi cho'jamiz, uni ukasi, hozirgina ukasi. Lekin makon boshqa hisobiga unisi yirik chiqqan, joning sog' bo'lib 5 kiloda o'ynaydi polvon. Hali chiqilgan yo'q, go'dak uyg'ongan yo'q. Endi bitta tak bitta ikkita sayrab qo'yyapti. Endi bularni ashini tayida yurgan 1-2 kun bo'ldi, katta solganimizda. Bitta ikkita sayrab bo'ldi, xudo xolasa. 20 kun baqiladigan bo'lsa, o'ziga sig'may ketadi joning bor. Mana qiziqqanlar bo'lsa mana ota-onasini xudo xolasa syomkalargacha tashlab beramiz. Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'ysalaring, yaxshi uzishgan videolarni tashlab turamiz. Bularni bekotisi yo'q, hali yopishgan ham yo'q, chiqilgan ham yo'q. Bu ham 1,5 million so'm, ozgina kami bor. Toza barda o'yin ishqibozlariga mana. Mana ukalar polvonning ishqibozligi. Polvon cho'jalarimiz. Hozirgi kilosi 4 kilo 200, 4 kilo 200 atrofida. Bu ham 5 kiloda o'ynasa kerak, xudo xolasa. Oyoqlarni yig'ishtirib turishga nima deyapti u? Joning sog' bo'lsin. Qiziqqanlar bo'lsa, nech pul deymiz endi bularga? Narxini 2 million deyapsiz, martda cho'jasi. Obunachilarimizga skidgan. Ajitcha yo'lida bor. Aka-ukalar, buni otasini o'zimiz o'ynab yurganmiz. Videosi bor, Telegram kanalimga kelsalaring, otasini videosini tashlab beraman buni, spesialni. O'ynagan videosi, o'yindagi videosi bor. Mana joning sog' bo'lib, o'ta chiroyli narsa. Mana ukalar, shuni hozirgimizni hantanasi, uni 4,5 kilo shekilli mana shu holatida, kami 4,5 kiloda, to'g'ri ham qo'yib beriladi, xudo xolasa. Polvon cho'jalar mana. Qiziqqanlar bo'lsa, hozirgina birga bir hantanasi, ota-onasi bitta. Bunisicha polvonroq. Bitta odamdan qo'rqadi hali joning sog' bo'lsin. Yaqin odam olib bering, mana polvon. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar, 2 million so'm narxi chiqcha kami bor. O'ta kuchli narsani bolalar bular. Mana aka-ukalar borgan sari go'zallashyapti, kattalashyapti bora videodagi xuloslar, joylar. Qiziqqanlar katta qorani ishqibozlar yana katta qorasi. Asa tulov ekan, bo'ynalari igna par bo'lib yotibdi. Xolasa ushqoq kuchli narsani bolalar. Hozirgi holati 4,5 kilo bor bu ham. 4,5 kilo 5 kilo tepasida o'ynaydi, xudo xolasa. Mana qiziqqanlarga joning sog' bo'lsin, stoykalari hamma yo'q joyida polvon. Narxi 2,5 million so'm, ozgina kelishadigan onasi bor. Aloqaga chiqsalaring, kelishib zo'r qilib beramiz. Mana ukalar, joning sog' bo'lsin polvon. O'yinlarni tuzini qaranglar mana. Pilotkalar yetarli. Polvonda 4 kilo 600 da kilolari. Bu ham 5 kilo tepasida o'ynaydigan, xudo xolasa. Mana turuvlar qaranglar. Oyoqlar shu. Bunaqa kiloda xolos bunaqa turmaydi ko'p. Ko'rgan bo'lsalaring, qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar. Buni ham narxi 2,5 million so'm. Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ysalaring, janglarni tashlab beraman, xudo xolasa. Mana ukalar. Oynashingizdan